Hozir aytsam yig'laveraman, chunki Allohni ishlariga hayron qolmasdan ilojimiz yo'q. Bugun sizlarga hammasini aytib bermoqchiman. Roppa-rosa 3,5 yil oldin yangi kursimga qizlar kelishni boshlashdi. Bitta qiz meni boshqacha e'tiborimni tortdi. Dars davomida u qizdan ko'zimni uzolmadim va uyga keldim. Uyga kelib o'g'lim Abdullohga kursimizga bitta shunaqa chiroyli qiz keldi deb aytdim. Tasavvur qiling, qaysi ona 8-sinf o'g'liga chiroyli qiz haqida gapirishi mumkin. O'g'lim kulib qo'ydi. Har darsdan keyin uyga borib o'sha qiz haqida gapirishni to'xtatmadim va bir kuni o'g'lim Abdulloh yoqtirgan boshqa qizi borligini aytib qoldi. O'shanda 8-sinfida. Tabiiyki bu gapni eshitganimdan keyin o'g'limni ko'zini ochirmadim. Kimligini ayt, rasmini ko'rsat, xullas qo'ymadim. O'g'lim 110-maktabda o'qigan paytda uni yaqin do'sti bo'lgan ekan. U do'sti keyinchalik u maktabdan boshqa maktabga o'tib ketgan. O'g'lim o'rtog'ini oldiga ko'rishga borganida uni sinfdosh bitta qizni yoqtirib qolganligi haqida menga gapirib berdi. Kurslarimiz 3 hafta davom etdi. 3 hafta davomida men u qizdan ko'zimni uzmadim. Hattoki bir kuni kelib, meni qo'limdagi brasletimni osilgan hayvonchasini o'ynaganida "Men senga shu brasletimni beraman, yoqdimi?" deganman-da, qo'liga olib borib taqib qo'yganman va "Men seni уже band qildim" deb aytganman. Ya'ni sovchi bo'lib boramiz 2-3 yildan keyin deb aytganman. U qiz keyin menga brasletni yechib berib ketgan edi. O'g'lim bilan gaplashdik va 3 hafta davomida shu narsa ma'lum bo'ldiki, men ham o'g'lim ham yoqtiradigan qiz bitta qiz bo'lib chiqdi. Hozir aytsam yig'laveraman, chunki Allohni ishlariga hayron qolmasdan ilojimiz yo'q. Oson bo'lmadi, sovchi bo'ldik va alhamdulillah tez kunda to'y qilamiz. To'y kunini ham o'sha belgilab qo'ydik. Alloh ishlariga hayron qolmasdan iloji yo'q. Sabab bir vaqtda o'zida bir-birimizdan bexabar holatda umuman bizga begona bo'lgan bitta insonni Alloh ikkalamizni ham qalbimizga joylab sevdirib qo'ydi.